Bolalar, mana biz kanalingizga yana bir bor uchrashib turgandek. Sherzodmiz, bolalar. Biz mana kreativdamiz. Mana hozir survivalga o'tishimiz kerak, bolalar. Mana hozir survivalga o'tsak, yaxshi bo'lardi, bolalar. Mana survivalga o'tamiz, bolalar. Mana endi kiramizda mana o'ynaymiz, bolalar. O'zi bugun akam bilan o'ynamoqchi edim, lekin akam bir joyga ketib qoldi, bolalar. Shuning uchun men o'zim o'ynashga qaror qildim, bolalar. Agar sizlar 10,000 ta like qilsanglar, men sizlarga shu Minecraftni sizlarga tashab beraman. Bolalar, mana biz uy quramiz. Mana kema yasab, birinchi verstak yasab olsak, keyin konga tushib kelamiz, bolalar. Keyin mana kerka olamiz. Endi mana shuni qo'yib bo'lsak, mana konga tushib kelishimiz kerak. Mana temir yo'q ekan-ku. Nimaga temir yo'q desanglar, bolalar, mana shu narsani qazib olamiz. Bularni qazib olsak, bizga daraja qo'shadi. Shu mana yerda ham qolib ketibdi, bolalar. Mana shuni ham olsak, mana shuni olib olsak chiqolmayapmiz, bolalar. Endi ana orolga borib ko'ramiz. Mana endi verstagim qani endi va mana ekan. Mana qo'ya olamiz va mana yerdan mana olsak, qayiq yasashga bitta bo'ldi, qiyshiq yasayapman. Mana buni olsak, mana buni ustidan yasaymiz. Endi to'xtanglar. Mana uni ham sindirib bo'lsak, narigi orolga borishimiz kerak. Mana ani qo'yamiz, mana endi suzib ketamiz. Endi bu orol qani edi? Qayerda borsak, keyin esa shunday qilib olamiz va u yerdan uy quramiz. Lekin biz bu yerda qishloq topish juda ham qiyin. Shuning uchun biz mana shu yerda uy quramiz. Qishloq topamiz desak, qishloq narigi tomonlarda bo'ladi, lekin biz u tomongacha borgunimizcha vaqtimiz ketadi. Va shuning uchun biz shu yerdan uy quramiz. Mana yotoqqa ham mana qo'ylar topilibdi. Endi biz mana boltamizni olib, mana yerga mana sindirib olishimiz kerak. Mana bo'lib sindirdik. Endi mana shu bolta bilan ham qo'ylarni urib o'ldiramiz. Ana bo'lar. Endi buni ham o'ldirib olamiz. Bu suvga tushib ketmasligi uchun mana shu yerga ittiramiz va bittaramizda o'ldiramiz. Endi biz mana shu yerdan uy quraylikmi, qurmaylikmi? Shuni kommentariyada yozib o'tasizlar. Biz mana shu sigirlarni ham o'ldirsak, bundan teri chiqsa, biz kiyim yasab olamiz. Ana endi o'ldirdik. Endi buni ham o'ldirib bo'lsak, mana endi qayerda uy quramiz? Mana buni ham o'ldirib olamiz. Bu bizga ovqat. Mana shu yerdan uy qursak, bu ham bor ekan-ku. Buni ko'rmaymiz. Ana endi mana shu yerdan to'xta. Mana shu yerdan uy quramiz. Mana shu yerdan bitta va yana tepaga buni olib ketgu. Mana bolalar, ana keyingi qatordan ham bo'lsak, mana bu yerdan olib ko'ramiz. Ana bolalar, akamda qo'shilmagan, lekin yomon bo'ldi. Bugun menimcha akam kelsa, yana sizlarga video olamiz. Buni ikkinchi qismini olamiz. Sizlar 10,000 ta like qilsanglar, akam bilan o'ynaymiz. Endi buni mana yerga qo'yib chiqsak,
Bu akam bir toqqa ketdi. Bolalar tushirib kelsa, keyin agar sizlar 10 ta like qilsanglar, akam bilan qo'shilishib o'ynaymiz. Shuning uchun tezroq kommentariyada 10 ta like qilishga harakat qilinglar. Biz uchun bolalar, mana shu uyni bitirib olsak, eshikni to'xtanglar bolalar, eshik esimizdan chiqib ketibdi. Mana shu yerdan eshik qilamiz. Yo'q bolalar, bittalik qilamiz. Jim turib turing bolalar. Bolalar, mana yerdan qiyshiq qilib qo'yibmiz bolalar. Ana devorada odam bolalar. Qiyshiq-ku. Bolalar, endi mana shu yerga olib chiqishimiz kerak, qiyin bizga. Mana shu yerdan ham qilsak, keyin esa uy qurishda davom etamiz. Shu yerdan bitta mana shu pasini yopish kerak ekan. To'xtanglar, mana shu loy bilan pasini yopib tashlaymiz va mana shu yerga bitta qo'yamiz. Mana shu qo'yib mana bolalar, mana qo'ydik. Endi yasashni yana davom ettiramiz. Shuning uchun sizlar 10 ta like qilsanglar, akam bilan juda ham qiziq ketadi. Akam bilan biz qishloqlar topamiz, har xil joylarga sayohat qilamiz. Albatta qishloqlarda agarodlarni chopamiz, lekin akam chopmaydi. Shuning uchun mana shuni yana yopib qo'yibmiz bolalar. Esimizdan chiqib ketaveryapti. Mana uni qaziymiz. Qaziganimizdan keyin mana shuni qo'yamiz. Blok ham uncha-munchaga yetmar ekan. Shuning uchun mana shu tepasini mana bilan yopib qo'yamiz. Keyin esa mana shu bloklarni sindirib, mana shuni qo'yib qo'yamiz. Keyin esa mana boshqacha bo'lib qopti. Shuning uchun versagimizni olib, bittagina yotoq yasab olamiz va bir joyga qo'yamiz. Mana shu yerga qo'ysak, bolalar, mana shu yerga eshik yasashimiz kerak. Hozir biz verstakka kirib eshik yasaymiz. Mana bitta eshik olib, bolalar, mana shu yerga bitta qo'ysak bo'ldi. Endi biz kirib uyimizda davom ettiramiz. Bolalar, to'xtanglar. Hozir biz sandiq yasab olamiz. Mana shu yerga ikkitagina sandiq qo'ysak, olinmayapti-ku, mana olindi nihoyat. Bolalar, endi bu hamma narsamizni qo'yib olamiz. Mana shu yerda qo'yib olsak, mana sal ko'proq vaqt ketadi. Shuning uchun mana shu yerdan bitta to'xtanglar. Mana shu blokda olsam, endi mana yo'qqa kiraman va qum qazish uchun bu deraza yasaymizda bolalar. Shuning uchun biz qum qazib kelishimiz kerak. Nechta qum qazishni 6 ta qum qaziymiz bolalar. Mana 4 ta bo'ladi, mana shu bilan va mana 6 ta. Ko'pi bilan ortig'i bilan bitta bo'lib ketdi. Va mana shu yerga yana bitta qo'y bor ekan, o'ldirmayman uni. Anaqa narsa qilaman, nima deyardi? Bir bal deyardi. Mana shu yerga pechka yasamabmiz-ku bolalar. To'xtanglar, toshim sandiqda qolib ketibdi. Shuni chiqaramiz. Mana shu yerga bunday qo'yamiz. Va nima yasashimiz? Mana shu pechkani ikkita yasaymiz. Mayli, uvoli bilan. Mana shu yerga bitta va ikkita. Endi biz qumlarni pishirishimiz kerak. Endi pishirishimiz uchun mana qo'yamiz. Mana shuni hammasini qo'yib tashlaymiz. Mana shu yerga bitta shuni qo'yamiz. Bo'ldi. Yana qo'yamiz bolalar. To'xtanglar bolalar. Bolalar, to'xtanglar. Mana yerga
go'sht qo'yib qo'ysak, bu ham pishib yetadi. Mana bular endi biz bir aynalib kelsak ham bo'ladi. To'xtanglar, narsalarimizni tashlab olamiz. Juda ham zerkarli bo'lib ketdi narsalarni tashlash. Buni bittalab tashlash yoqimsiz. Mana shuni hamma bloklarni qo'yib olsak, bittagina qilich yasab olsak, mana shu yerdan narsalarni qilamiz. Biz bolalar toshlarni ko'p bo'lib ketdi. Ikkitagina, uchtaginami tosh kerak. Bolalar ana endi shu verstakka kiramiz va cho'p yasaymiz va bitta qilich yasab olamiz. Tomni yopishimiz uchun bloklarimiz yetarmikan? Mana shuni olamiz. Bolalar va tomni yopishni boshlaymiz. Bolalar tugab olishimiz kerak. Mana o'yni yasaymiz. Endi buni qo'yib chiqishimiz kerak. Bolalar nima bo'lib qoldi? Mana shu yerga qo'yamiz va yana qo'yamiz va yana qo'yamiz. Bo'ldi. Endi uxlashimiz kerak. Ana o'ynalarni qo'yib bo'ldik. Bolalar o'ynamiz. Bolalar boshqacha bo'lib qoldi bolalar. Shuning uchun mana shu yerga chiroq qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Ana endi tomni yopishni boshlaymiz. Tomni yopib bo'lsak uxlaymiz bolalar. Bu ham zerikarli, shuning uchun uxlab olsakmikan debman, lekin uxlab olmayman debman-da. Shuning uchun mana shuni qo'yib olsak, mana kam ham qoldi. Mana shu yerdan qilsak biz uxlab olamiz va mazza qilib uxlaymiz. Mana turdik bolalar. Endi bolalar, mana biz endi kommentariyani yopishimiz kerak. Sizlar 10 ming like qilinglar. Biz bir joyga ketishimiz kerak edi.